Ha, yo, tushdingiz. Onayni sakrab tushdingmi? Qarajak bolam. Kelganingdan beri bizga yashaysan. Menga bitta mana tekinxo'r yetadi. Sal ota-onaning yoniga borgan, seni sog'rishandir. Mahallangdagi bolalar ham katta qo'ygandir. Ket endi uyingga. Boshqa yerga ketmayman. Mana shu yerda sen bilan yashayman. Ota-onamni bo'lsa, chaqirib qo'ydim, ular ham keladi. Olimja bola ketmayman deyapti-yu. Qara bolam, ular kelsa enamnikida turishadimi? O'zi ikki xona uyda yashaymiz xolos. Sen xavotir olma. Undan ko'ra meni marhamat tumani bo'ylab aylantir. Odamlar bilan tanishtir. Menga yoqqan joydan uyonaman. Mana telpa seniki qimmat. Bo'pti yur. Aylantirganim bo'lsin. Qarajak bolam, bu yer marhamat sentri bo'ladi. Sentrda bolalar bor, o'ziga dastoyni bar sifatli bemorlar bo'ladi. Qara, sentrda bolalarga mana qadag'lar qilib bersen bor, ustingga sakrash o'rada aytib qo'y. To'g'ri aytyapti, men ham sentrliman. Nima aldayapsan, hayvon? Qarajak bolam, bu marhamatimizni kalalanadigan joy bo'ladi, ha. Nima jib bilyapsan? Kalalanni bolalarga oshiqcha qilsam, basharam borib patinga zo'p ketadi. Bir degani borib jo'da to'planishadi. Kalalanni o'tan padesha kuchli yurmay yoqqa. Qara, kirsovun. Bu yer marhamatimizda shaxmat maktabining to'g'risiga marhamat sitining ichiga qurilayotgan yangi domlarning sotuv bo'limi bo'ladi. Yurmay yoqqa. Bular borib marhamat xalq uchun hali hech kim qilmagan Ramazon aksiyasini boshlashdi. Qanaqa ekan u? Faqatgina 20 ta xonadonni boshlang'ich to'lovsiz, hech qanaqa foiz penalsiz 30 oyga shunda berishyapti. Yo'q. Yo'q emas, bor. Hali bunaqasi bo'lmagan 20 ta xonadon xolos tezlab. Sizlar ham tezlashinglar marhamatinglar. Bu yer Bobo Xurosonning sentri bo'ladi. Mabodo to'yinga artist topolmasang, luboy odamni shunday olib bersa, yo hofiz bo'ladi, yo barabanchi bo'ladi. Bu yerda borib san'at o'chog'i deyshadi. To'g'rimi Bobo Xurosonliklar? Qara, bu yer marhamatimizni qora bog'ish degan joy bo'ladi. Bu yerda bolalar bor, tabiiy baquvvat bo'ladi. Oshiqcha qilsam boru, bir uradi umri 20 yilga qisqarib ketadi. Jitcha apasiroq tushiraversan. To'g'ri aytyapti, men ham qora boshlayman. Hayvon, qayerga borsa ajratlayman dog'laverma, git. Boboy, yana marhamat qayerlarga borasan? Qayerga borishimizni o'zi komment yozishaveradi marhamatinglar. Hijolat olmasin. Sen o'zingga qayerdan uy olishni aniqlashtirib oldingmi? O'sha marhamat sitini ichiga qurilayotgan Ramazon aksiyasidagi 20 ta xonadondan birini menga olib ber. Kiras bosh to'lovlari ham yo'q ekan. Iflos, sen ham bilasan. Do'stlar, 20 ta xonadondan уже 19 ta qoldi. Jekka qo'shni bo'linglar, boshqa to'lov yo'q. Mana shu videoni marhamatinglarga tarqatib qo'yamiz.